Siyosiy elita, milliarderlar, dunyo tanigan obro'li shaxslar. Ularni omma bilmaydigan shunday ishlari borki, buni oqarib turgan aysbergning ko'zga ko'rinmaydigan qora qismiga o'xshatish mumkin. Loyihamizning bu galgi soni orqali siz bilgan ayrim mashhur siyosatchilarning qora qutilarini ochamiz. Jeffrey Edward Epstein AQShda katta ta'sirli doiralar bilan yaqin aloqada bo'lgan shaxs sifatida tanilgan. U siyosatchilar, yirik biznes vakillari va mashhur shaxslar bilan do'stlik aloqalariga ega bo'lgan, hashamatli hayot kechirgan. Avvaliga matematika o'qituvchisi, keyin esa moliya va investitsiya sohasida faoliyat yuritgan. Tez orada shaxsiy kompaniyasiga asos solib, sirli tarzda boyib ketadi. Ammo uning daromad manbai boshqa edi. Asli kelib chiqishi etnik yahudiy bo'lgan Epstein Isroil razvedkasiga ishlagan degan xabarlar ham bor. Ayrim Amerika ommaviy axborot vositalari u siyosiy elita haqidagi qo'lida bor ma'lumotlarni muntazam ravishda Isroilga yetkazib turgani, Isroil esa ular orqali Amerika siyosatchilariga kerakli vaqtda bosim qilganini yozadi. Jeffrey Epstein ishi zamonaviy tarixdagi eng shov-shuvli va bahsli voqealardan biridir. Bu ish nafaqat voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy ekspluatatsiya ayblovlari, balki siyosat, biznes va elita doiralari bilan bog'liq bo'lgan keng ta'sir qarmog'i, sirli ziyofatlar va javobsiz savollar bilan esda qolgan. Epstein muntazam ravishda yopiq ziyofatlar, uchrashuvlar va safarlar uyushtirgan. U tashkil qilgan qora bazmlarda siyosatchilar, yirik biznes vakillari, akademiklar, mashhur shaxslar va hattoki davlat rahbarlari ham ishtirok etgani guvohlar tomonidan aytilgan. Epstein 14-17 yoshli qizlarni aldov va bosim yo'li bilan, ba'zan esa ish bahonasida pul taklif qilib, keyinchalik ularni o'z doirasidagi boshqa shaxslarga ham taqdim etgan. U o'z ziyofatlarini ko'zdan panada tashkil etgan. Buning uchun Karib dengizidan kichik orol sotib olgan. U joy tashqi nazoratdan yiroq, xavfsizlik bilan o'ralgan, doimiy xodimlar bilan ta'minlangan. U yerda voyaga yetmaganlar saqlangani va zo'rlangani uchun u xalq orasida pedofillar oroli deb nomlandi. Oroldagi ziyofatlar haqida yana shunday dahshatli ma'lumotlar borki, ular hech qachon rasmiy ommaviy axborot vositalarida aytilmagan, ayblovlarga ham kiritilmagan. Ammo sariq matbuot, ayrim norasmiy tashkilotlar va guvohlarning aytishicha, ziyofatda voyaga yetmaganlar zo'rlanishdan tashqari, yosh go'daklar so'yilib, ularning qoni ichilgan. Xususan 2013-yilda meksikalik model Gabriela Rico Jimenez hashamatli mehmonxonadan yalangoyoq ko'chaga yugurib chiqadi va ular odamlarni yeyishyapti. Men inson go'shtining hidini sezyapman. Odamlar menga ishoninglar deya yig'lab baqiradi. U global elitani turli shaytoniy marosimlar orqali odamlarni o'ldirish, qotillik va qirg'in qilishda ayblaydi. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya uni qo'lga oladi va olib ketadi va u aqldan ozgan deb e'lon qilinadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay 21 yoshli model avtohalokat tufayli olamdan ko'z yumadi. Shuningdek, internetda Epsteinning ikki o'g'illari biz ziyofatda bolalarni qonini ichamiz degani tasvirlangan videolar paydo bo'ldi. Ushbu videolar ham 2013-yilda suratga olingan, ammo bu ma'lumotlarning hech biri rasmiy emas va tasdig'ini topmagan, hamda Epsteinga qarshi hech qachon odam o'ldirish ayblovlari qo'yilmagan. Florida shtatida Epstein 2006-2008 yillarda voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblandi. U juda yumshoq kelishuv asosida atigi 13 oy qamoq, lekin kunduzlari erkin yurish huquqi bilan jazolandi. Bu kelishuv keyinchalik korrupsiya va siyosiy bosim shubhalarini keltirib chiqardi. 2019-yilda esa federal prokuratura uni odam savdosi va voyaga yetmaganlarni ekspluatatsiya qilish bo'yicha qayta hibsga oldi. Bu safar ish ancha jiddiy edi va endi unga o'nlab yillik qamoq jazosi xavf solardi. Shu yilning avgustida Epstein Nyu-Yorkdagi federal qamoqxonada o'lik holda topildi. Rasmiy xulosa o'z joniga qasd qilish. Ammo bunga ko'pchilik ishonmagan, chunki tasodifni qarangki, aynan o'sha kuni kameralar ishlamagan, qo'riqchilar esa uxlab qolgan. Versiyalarga ko'ra, uni qudratli do'stlari chiqarib olgan va u hamon tirik. Bunday xulosaga sabab matbuotga jasadni deyarli tanib bo'lmas darajadagi surati taqdim etilgan. Boshqa versiyalarga ko'ra esa Epstein obro'li shaxslarga qarshi guvohlik berishi mumkin edi. U ko'pchilikning sirini bilgan, lekin oradan yillar o'tib, uning kirdikorlarini ochish kimga va nega kerak bo'ldi? Epstein jinoyat ishi bo'yicha federal tergov 2019-yilda uning o'limidan so'ng rasmiy ravishda tugagan hisoblanadi. Ammo millionlab hujjatlar hali ham maxfiy qolayotganligi va ularda boshqa shaxslarning nomlari bo'lishi mumkinligi sababli siyosiy va ijtimoiy bosim kuchaydi.
Shu sababli 2025-yilda AQSh Kongressi Epshteynga qarshi yangi qonunni tasdiqladi. Bu qonun prokuratura va hukumatdan Jeffrey Epsteyn va unga aloqador hujjatlarning barcha tegishli fayllarini ommaga oshkor qilishni talab qiladi. Qonunga ko'ra, Adliya vazirligi har bir hujjatni qayta ko'rib chiqib, shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan holda chiqarish kerak edi. Bu jarayon juda katta hajmda, millionlab sahifalarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham uzoq vaqt talab qilindi. Shunday qilib 2026-yil 30-yanvarda Adliya vazirligi ushbu qonun bo'yicha 3 milliondan ortiq sahifa, foto va video materiallarni oshkor etishni e'lon qildi. Bu hujjatlarning ko'plab qismi ilgari yopiq bo'lgan. Ochiqlangan fayllarda jabrlangan qizlar va guvohlar tomonidan berilgan batafsil ko'rsatmalar mavjud. Ularda Epsteyn bilan qanday tanishgani, qanday joylarga olib borilgani va Jeffrey kimlar bilan uchrashganini ko'rgani bayon qilingan. Shuningdek, Epsteynning telefon kontaktlari, elektron pochta yozishmalari, uchrashuvlar jadvali mavjud. Bundan tashqari parvoz jurnali oshkor qilingan. Shu sababli bu hujjatlar katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda muhim bir eslatma: bu fayllarning ochiqlanishi yangi jinoyat ishi ochildi degani emas. Bu shaffoflik uchun qilinayotgan ishdir. Kim, qachon, qayerda bo'lgan, shularni ko'rsatadi xolos. AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton, Donald Trump, AQSh sobiq vitse-prezidenti Al Gore, Britaniya qirollik oilasi shahzodasi Andrew, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Abu Dabi hukmdori va Birlashgan Arab Amirliklarining 3-prezidenti Muhammad bin Zayd Al Nahyan ham ro'yxatda ko'zga tashlanadi. Arab hukmdorlarining ham borligi va muqaddas kisva, ya'ni kabapo'sh bo'lagining arab tadbirkor ayol tomonidan Epsteynga yuborilgani musulmon olamini g'azablantirdi. Eng qizig'i, bu sovg'a 2017-yilda, ya'ni Epsteynning qilmishlari fosh bo'lib, asl yuzi ko'ringan paytda yuborilgan. Yirik tadbirkorlardan Microsoft asoschisi Bill Gates, Victoria's Secret egasi Leslie Wexnerning ham ro'yxatda borligi ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Aynan Wexnerni Epsteynning jirkanch jinoyatlariga yo'l ochib bergan shaxs deb atashadi. Kalavaning uchiga endi yetib keldik. Jeffrey 1980-yildan 2000-yillargacha Victoria's Secret'ga egalik qiladigan L Brands asoschisi Leslie Wexnerning moliyaviy maslahatchisi bo'lib ishlagan. Bir muddat avval hali kollejni ham bitirmagan, matematikadan dars berib yurgan yigitcha bir necha oy ichida New Yorkda hashamatli villa, yaxtalar, shaxsiy samolyot sotib olgan. Ular shunchalik yaqin bo'lib ketgandan 1991-yilga kelib Epsteyn Wexnerning nomidan qarz olish, odam yollash va soliq deklaratsiyalarini imzolash huquqiga ham ega bo'ldi. Bu orada Jeffrey rahnamosi moliyaviy maslahatlar berishdan tashqari uning tug'ilgan kunlarini ham tashkillashtira boshladi va aynan u orqali yosh modellar dunyosiga yashil chiroq yondi. Shundan keyin Jeffrey millionerlar uchun ziyofatlar tashkillashtirishga o'tib ketgan. Modellar dunyosi esa alohida ko'rsatuv qilishga arziydigan mavzu. Endi bu ziyofatlarni uyushtirish uchun ko'zdan pana joy kerak edi. Shu sababli u Karib dengizidan birato'la orol sotib oladi. Yuqorida aytilgandek, bu joy xalq orasida pedofillar oroli nomini olgan. Epsteyn ziyofat o'tkazgan orol Little Saint James bo'lib, u AQShning Virjiniya orollari tarkibida joylashgan. Epsteyn 2019-yilda vafot etgandan keyin orol ustidan sud moliyaviy jarayonlari bo'lib o'tdi. 2023-yilda orolni uning yonidagi Great Saint James bilan birga taxminan $60 million evaziga amerikalik milliarder sotib olgan. Yangi egasi orolni luxury dam olish maskaniga aylantirishni rejalashtirgan. Biroq ayrim manbalarda qurilish va rasmiy ruxsatnomalar jarayoni sekin kechayotgani hamda rejalar 2025 yoki undan keyinga qoldirilgani haqida xabarlar bor. Ro'yxatni davom ettiramiz. Eng katta shov-shuvga sabab bo'lganlardan biri Elon Musk. Uning o'zi esa Epsteyn bilan aloqalarini keskin rad etadi. 2019-yilda Musk tanqidchi Vanity Fair jurnaliga bergan intervyusida bir marta Epsteynning New Yorkdagi uyiga kirib chiqqanini tasdiqlagan. U yerda atigi 30 daqiqa qolgani va hech qanday nomaqbul holat bo'lmaganini aytgan. Ziyofatlariga esa bormagan. Bu orada internetda ularning pochta orqali yozishgan xabarlari paydo bo'ldi. Unda Musk ziyofatga bora olmasligini, chunki raketa yasash bilan band ekanini aytgan. Trumpga keladigan bo'lsak, ular 1990-yillar davomida ko'p marta ijtimoiy tadbirlarda birga ko'rinishgan. Masalan, 1992-yilda Trumpning Mar-a-Lago rezidensiyasida bo'lib o'tgan bazmda ular birga paydo bo'lgan video tasvirlar mavjud. 2002-yilda bergan intervyusida Trump Epsteynni a'lo darajadagi odam va u bilan vaqt o'tkazish juda yoqimli deb ta'riflagan. Trump Epsteynning xususiy samolyotida 1990-yillarning oxirida bir necha bor uchgan. Keyinchalik 2000-yillar boshida ikki shaxs o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelgan. Biroq keyinchalik u hech qachon Epsteynning samolyotda uchmaganini va ziyofatlarda qatnashmaganini aytgan. Uning gaplari suratdagi va ro'yxatdagi dalillarga zid. Trump bu da'volarni rad etmoqda va ularni soxtalashtirilgan deb atamoqda. Hozircha rasmiy tergovlarda Trumpga Epsteynning jinoyatlari bo'yicha hech qanday ayblov qo'yilmagan. Fayllar oshkor qilindi, yangi nomlar ochiqlandi.
Qor yog'ib, izlar yopildi deb yurganlar esa birin-ketin oshkor bo'lmoqda. Ulardan biri Britaniya hukumatining sobiq bosh vaziri Peter Mandelson. Uning Jeffrey Epstein bilan aloqalari haqida yangi xabarlar paydo bo'lgandan so'ng Leyboristlar partiyasi a'zoligidan iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. O'tgan yili Mandelsonning Epstein bilan aloqalari haqidagi avvalgi ma'lumotlar ochiqlanishi bilan amaldagi bosh vazir Kir Starmer tomonidan Buyuk Britaniyaning AQShdagi elchisi lavozimidan ham bo'shatilgan edi. Ushbu jinoiy ishda tez-tez uchraydigan parvoz jurnali nima? Epsteinning parvoz jurnali uning xususiy samolyotlardagi barcha parvozlar, yo'lovchilar va marshrutlar haqidagi batafsil yozilgan hujjatlarning yig'indisi hisoblanadi. Ushbu hujjatlar ayniqsa 1990-2000 yillar boshlarigacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Unda sanasi, vaqti, samolyot qachon uchgani va qayerga qo'ngani, yo'lovchilar, xullas, hamma ma'lumotlar batafsil qayd etilgan. Aynan shu jurnalda Qozog'iston nomi 400 martadan ortiq qayd etilgan. 2014-15 yillar davomida Epstein Qozog'istonga bir necha bor safar qilgan. Hujjatlarda Epsteinning yuqori lavozimli amaldorlar bilan uchrashuvlari, Olmaota va Ostonaga safarlari, shuningdek Moskva, Riga va Minsk orqali tranzit rejalari bilan bog'liq ma'lumotlar mavjud. Ha, balki Epstein bizga shunchalik yaqin, shundoqqina yon qo'shnimizgacha kelganiga hayron bo'layotgandirsiz. Ammo undan ham hayratga soladigani o'zbek so'zining bu hujjatlarda borligi. Ko'plab manbalarning xabar berishicha, samarqandlik model qiz doimiy ravishda Jeffrey bilan yozishib, undan katta miqdorda pul olib yurgan. Epstein ishini Amerika tarixidagi eng yirik mojarolardan biri deyish mumkin. Shu paytgacha 3 milliondan ortiq hujjat ochiqlangan, lekin bu hali ham qora aysbergning bir uchi bo'lishi mumkin. Aysbergning ostida yana nimalar borligini esa vaqt ko'rsatadi.